O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashida vatanparvar tizimida texnik kasb mutaxassislarini tayyorlash jarayonining zamonaviy yondashuvlari va rivojlanish tendensiyalari mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan konferensiyada vatanparvar tizimida fuqarolar uchun o'quv jarayonini takomillashtirish va mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni yetkazib berish, texnik yo'nalishlar bo'yicha o'qitish jarayonida davlat organlari, jamoat tashkilotlari hamda ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga oid qo'shimcha mexanizmlarni ishlab chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 14 ta hududni biz 2-3 ta maktablarida bugun xorij tilini o'qitish bo'yicha litsenziyalar olganmiz va o'qituvchilar bilan shartnoma qilib bugungi kunda biz 200 dan oshiq fuqaroni nemis tiliga o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Bu fuqarolarni ham o'sha migratsiya agentligiga taqdim qilamiz va migratsiya agentligi orqali Germaniyaga ular ham yo'naltiriladi. Yaponiya davlatidan tashrif buyurgan katta logistik kompaniyaning prezidenti o'ziga mana shu haydovchilar masalasida murojaat qilyapti. Bugungi kunda Yaponiyada haydovchilarga yetishmayotganligi va ularga C toifali yuk avtomobillarini, B toifali yengil avtomobillar haydovchilarini tayyorlash bo'yicha bizga murojaat qilishdi. Albatta biz o'zimizni barcha imkoniyatlarimiz va sharoitlarimizni ularga ko'rsatdik. Bugungi kunda Yaponiya mamlakati o'sha Indoneziya, Vyetnam, Bangladesh, Hindiston mamlakatlaridan bugun haydovchilarni o'zlariga jalb qiladiganligi to'g'risida aytib o'tishdi va bizdagi bugun yaratilgan sharoitlar va ta'lim jarayonini ko'rib ular juda ham hayron qolishdi. Biz bilan hamkorlik memorandumini imzolash uchun o'zlarini ma'lum qilishdi. Konferensiya davomida vatanparvar tashkiloti hamda hamkor idoralar o'rtasida texnik kasbga o'qitish bo'yicha qo'shma dasturlarni kengaytirish, o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish, mehnat bozoriga mos yangi ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish, shuningdek o'quv jarayonini raqamlashtirish, shaffof mexanizmlarni amaliyotga joriy etish hamda amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishni kengaytirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi.